Assalomu alaykum, hormayli ko'pchiliklar bizda kotyolga и двухконтурный kotyol bilan Aristollaga diuretik mufta so'rashyapti. Mana shu narsani ko'pchilik so'rayapti. Yozig'ini ko'rsatmaymiz mana shu narsani. Lekin bu akalar ushamaydi hech narsani. Bundan foyda yo'q qo'yganingizni. Tokka o'tkazib yuboradi. Endi buni originalini olib kel, ko'rsat. Buni razmeri 3x4 mana. Timniki bo'ladi. Mana 3x4 faqat ikki tomon rezbaligi. 2x1 ikki tomoni rezba, ikki tomoni narujniy. Bitta tomoni внутренний 15, bitta tomoni 15 narujniy. Keyin mana bunaqasi ham bo'ladi 15. Bu originali mana shunaqa bo'ladi. Bu 100% tok o'tkazmaydi. Kachollarga, двухконтурный kachollarga, Aristollaga mufta qilib ishlataman deganlarga ham mana narujniy rezbasi bor. Mana hammasidan bor. Mana 100% tok o'tkazmaydigan mashinasi bo'ladi. Hozircha ko'p ustalarimiz mashinga to'xtalishdi. Mashina maqtab ishlatishyapti. Timniki bu mana. Tim firmasiniki. Aslovni eng yaxshisi mashi chiqyapti. Hozir bizdan uyaltirmayotgani, ustalar maqtayotgani shu bo'lyapti. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Hammasidan bor. Xudo xolasa razmerlarimiz bor.